Bugungi obzorimizda Kia Sportage'da yangilangan versiyasi kutib oling. Bu yangi avlod, yangicha dizayn. Ko'rib turganingizdek, oldi panjaralarga e'tibor bering. 360 graduslik kameralar va old faralariga ham e'tibor bersangiz, 4 talik proyeksion linzali faralardan iborat. 19 lik razmerda yumshoq balon va premium diskalar. Zamonaviy dizaynda multi-rul, start stop va 360 kameralari bor. Ko'rib turganingizdek, polni tepadan orqa farasiga e'tibor bersangiz, stoplari yonishi juda chiroyli, parktronik datchiklari bor o'zida, bagajlari ochilish, yopilishi, bunda polisi elektronik bo'ladi. Bagaj qismini e'tibor bersangiz, juda ham katta, o'zida shtorkalari bor tomonda. Xo'p, yengil narsa qo'yish uchun tagida zapaskasi, ko'rib turganingizdek, zapaskasi ham saka diskali bo'ladi, dakatka bo'lmaydi. Va bunda yana bir zo'r funksiyasi bor. Masalan, orqada odam turgan bo'lsa, siz kameradan buni ko'rmasangiz, mashina avtomatik o'zi sezadi-da, avtotormojeniyani bosadi, ya'ni harakatlanmaydi. Yangilangan Kia Sportage'ni siz Kia Deno avtosalonimizdan kelib xarid qilishingiz mumkin va qaysi modelda yana to'liq obzorini ko'rmoqchisiz, kommentariyada yozib qoldiring.